Assalomu alaykum, hurmatli Sinovli olam kanali muxlislari. Bormisiz, sog'misiz, salomatmisiz? Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Men bir Kotejnev garadokka keldim. Dinastiya der ekan. Butun Rossiyani muhtojlari, ehsonga muhtojlari shu yerda yashar ekan. Qarang. Mana shunaqangi sharoitni qilib berishdi mahalla komitetlar, selsovetlar, hokimiyat, televideniya hammasi shunaqa sharoit qilib beribdi. Qarang. Hatto mana shunaqangi katerlarni ham olib bergan bularga. Maza qilib dam olsin deb fontanlarni ham qilib qo'ygan. Mana shunaqangi, mana chinorni mana shunaqa qilib ham butab qo'ygan. Qarangchi, ko'rasizlar, hamma bechoralar butun Rossiyadan shu yerga kelib yashashyapti ekan. Endi tabiat qo'ynida mana shunaqa usloviyani qilib bergan har bittasiga misol uchun mana ko'k rangdagilari Moskva tomonidan kelgan, sariq rangdagilari boshqa joydan kelgan. Xullas, hamma oblastdan kelganlarni ranglar bilan ajratib qo'ygan. Bechoralarda qarang, mana shunaqangi geliklari bor, birorta Lexuslari bor, Toyota, Volkswagenlari bor, Mercedeslari bor. Birortasida devosi yo'q. Mana qarang, mototsiklda yuribdi, kvadrotsiklda. Mana qarang, Mustang minyapti. Devo minmaydimi, ha? Chevrolet minmaydimi bular, ayting? Mana shunaqa gaplar. Biz shu yerga yana ishga kelibmiz biz. Eng bechoralarning joyiga juda past narx berishar ekan. Bitta fasodchasini kraska qilyapmiz. O'sha fasodchasiga kvadratiga 5000 dan beraman, kraska qilib ber deydi. Bechoralar. Rahmim kelib bularga 1,5 dan kraska qilib beryapman. Qarang. Juda chiroyli uylarni qurib, mahalla komitetining qo'li dard ko'rmasin. Mana shunaqangi gaplar. Juda zo'r. Nima deyish mumkin yana? Mana shu yerda bir bechara. Mana shunaqa mashinachasi bor. Bular hammasi mana shunaqa. Manimda даже mashinasi ham yo'q ekan hali. Manaqangi bitta daraxtini o'zi pashla bizda bitta daraxt, bitta mashinani puli bo'lsa kerak. Becharalarni. Shunga bizning mahalla komitetlar sizlar ham qaranglar. Imkon qadar bola pullarini ko'proq chiqarib beringlar. Yordam pullarini ko'proq chiqarib beringlar. Muhtoj odamlarga mana shunday uylarni qurib beringlar sizlar ham. Zo'r bo'ladi. Nima qilish kerak? Xalq uchun, inson uchun yashash kerak. Mana maslahatim shu. Juda zo'r video bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Mana shu bechoralar bir tanilsin dunyoga. Butun dunyodan bir nima bo'lsin, mazza qilsin.